Shu kunlarda men el yurtga jar solyapman. Iltimos qilib chiqyapman. Yosh bolalardan boshlab homilador emizikli chol kampirlargacha. Yalangoyoqda yuringlar. Kun isidi, yana 5 oy vaqtimiz bor. O'zbekiston sharoitida qum, tuproq bo'lishi shart emas, asfalt, beton istayashgan bo'laveradi. Rosa yer isigan paytda, qizigan paytda yalangoyoqda yarim soat, 40 minut issiqda yursangiz, 10 yillik, 5 yillik sovug'ingizni yer tortib oladi. Kasallik qolmaydi. Bu unutilgan sunnat hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, ummatim ba'zan yalangoq yurib tursinlar deganlar. Musulmon sifatida yaxshi niyatda sunnatlarni qilamiz-ku, savob bo'ladi. Xushbo'y surtamiz, misvoq qilib tish yuvamiz, pokizalik, tirnoq olamiz. Yaxshi niyat bilan bu ishni qilsak, oxiratimizga ibodat, savob ham bo'ladi. Shuning uchun juda ko'pchilikka bu gaplarni aytib chiqyapman. Hafsala qilinglar, erinmanglar. Og'riqlar qoladi, allergiya holatlar yengillaydi. Sovuq o'tib qaqshab bo'ldik. U ota-bobomizning sandallari hozir yo'q, afsuski. Oyoqdan o'tgan sovuq. Shuning uchun bu sunnatga qo'ldan kelgancha amal qilaylik, foydasini bilinglar. Nechta odam menga rahmat aytayapti, foydasini bilib, sizlarga tavsiya, iltimos shuki, buni bil mana yo'lga qo'yaylik. Butun el yurtimiz qilsa qaniydi shu amaliyotni. Salomat bo'linglar, xayr.